Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Elhamdülillahi'llezî halaqas-semâvâti vel-arda ve cealez-zulumâti ven-nûr. Thummellezîne keferû bi-rabbihim ya'dilûn. Cimi hamdu sana osmonlarni va zaminni yaratgan, zulmatlarni va nurni paydo qilgan Allohga xosdir. Ondan, ya'ni mushundoq dalillarni ko'rib turib, kofirlar Parvardigoriga boshqalarni sherik keltirdi. Huvallazi xalaqakum min tinin thumma qadaa ajalan wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun. Allah sizlarni, ya'ni sizlarning otanglar odamni loydan yaratdi. Ondan ajlinglarni bekitdi. Sizlarning tirildigan vaqtinglar Allohning dargohida ma'lumdir. Ondan sizlar, ey kuffarlar, o'lgandan keyin tirilishga shak keltirsizlar. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Osmonlarda va zaminda ibodat qilinishga tegishlik Allah ani shudur. O sizlarning yo'shirin va oshkor ishinglarni, yaxshi yomon qilmishinglarni bilib turadi. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. Ular Parvardigorning oyatlarida biror oyat kelsa, uningdan bosh tortadi. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Ularga Allah tarafidan haq kitob, ya'ni Qur'on kelibdi, ular uningga chin tutmadi. Uzoq qolmay ularga o'zlari masxir qilgan narsaning xabarlari keladi. Ya'ni ularga azob nozil bo'lib, o'zlari masxir qilgan narsaning xabari aniq bo'ladi. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. Ulardan burun o'tgan nurg'un ummatlarni Alloh qilganligimizni ular ko'rmadimi? Ya'ni uningdan ibrat olmadimi? Ularni zaminda sizlarni yerlashtirmagan bir shaklda yerlashtirgan edik. Ularga mo'l yomg'irlar yog'dirib bergan edik. O'stanglarni ularning ostidan eqib turadigan qilgan edik. Ondan keyin ularni qilgan gunohlari tufaylidan halok qildik. Ulardan keyin boshqa xalqni paydo qildik. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Ey Muhammed, biz sana ular talep qilgandek qog'ozga yozilgan bir kitobni nozil qilgan. Kofirlar uni qo'llari bilan tutib ko'rgan taqdirdimi, ular shaksizki bu faqat ro'shan sehrdir deydi. Chunki ularning g'arizi eng ro'shan dalil kelgandimi, iymon etmaslikdir. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. Ular uningga, ya'ni Muhammad alayhissalomning payg'ambarligiga guvoh bo'lib, nemishqa bir farishta tushmidi deydi. Agar uningga biror farishta tushirgan bo'lsak, ularning ishi tukkan bo'ladi. Ya'ni bu chaqda haqni inkor qilsa, halok qilinadi. Ularga muhlat berilmaydi.
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. Bir payg'ambarni farishtadan qilgan taqdirdimi, albatta uni inson shaklida qilatdik. Ularni yana shubhiga tushirdik. Ya'ni ular farishtani inson shaklida ko'rganda, bu inson, ammo farishta emas deydi. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Senden ilgiri o'tgan payg'ambarlar kofirlar tarafidan masxir qilindi. Masxir qilguvchilar masxir qilganliklarining oqibatini ko'rdi. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Ey Muhammed, bu masxir qilguvchilarga aytqinki, ziminda sayr qilinglar. Ondan payg'ambarlarini inkor qilganlarning oqibatining qandoq bo'lganligini ko'zdan kechiringlar. قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل لِّلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Ey Muhammed, aytqinki, osmonlardagi, zimindagi mavjudotlar kimning? Ularga aytqinki, Allah'ның. Allah ihson qilish yuzidan bandalarga rahmat qilishni o'z ustiga oldi. Hech qanday gumon bo'lmagan qiyomat kuni Allah sizlarni albatta yig'idi. Kufrini ixtiyor qilish bilan o'ziga o'z ziyon solganlar iymon etmaydi. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Kecha va kunduzda jim turgan yoki harakatlanib turgan shaylarning hammasi Allohning mulkidir. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir. Ularning ahvolini bilib turg'uchidir. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. Ey Muhammed, bu müşriklarga aytqinki, osmonlarni, zaminni yo'qdan bor qilguvchi Allohdan g'ayrini ma'bud tutamdim. Alloh rizq berdi. O'zi rizqqa muhtoj emas. Ey Muhammed, aytqinki, men bu ummat ichida Xudoning amriga bo'ysunuvchilarning avvali bo'lishga buyurildim. Menga deyildiki, sen hargiz mushriklardan bo'lmagin. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Ularga yana aytqinki, agar men Rabbimga osiylik qilsam, ya'ni Parvardigorimdan g'ayriga ibodat qilsam, buyuk kunning, ya'ni qiyomat kunining azobidan albatta qo'rqaman. Men yusraf anhu yawma idin faqad rahimah wa zalikal fawzul mubin. Mushu kunda kimki azobdan qutuladi ekan, Alloh uningga rahmat qilgan bo'ladi. Ana shu ro'shan nijot topganlikdir. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Agar Alloh sana biror kulfat yetkizsa, uni Allohdan boshqa hech kim ko'tarib yetolmaydi. Agar Alloh sana biror yaxshilik yetkizsa, u chaqda uningga hech kim aralasha olmaydi. Chunki Alloh har narsaga qodirdir. Va huval qohiru fawqa ibadihi va huval hakimul xabir. Allah bandalarining ustiga qohirdir. Ya'ni Alloh bandalarini tizginlab turg'uchidir. U hikmat bilan ish qilg'uchidir. Hammadan xabardordir. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Ey Muhammed, aytqinki, mening payg'ambarligimning rostligi uchun qaysi narsa eng cho'ng guvoh? Aytqinki, Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvohdir. Menga Allohning guvohligi kifoyidir. Bu Qur'on menga sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Ey mushriklar, sizlar Alloh bilan barobar boshqa iloh bor deb cho'qim guvohlik beramsizlar? Ularga aytqinki, men mundoq deb guvohlik bermayman. Ey Muhammad, aytqinki, u haqiqatan bir ilohdir. Sizlar sherik keltirgan butlardan men haqiqatan ado judoman. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. Biz kitap bergen kişiler, yani Yahudiler ve Nasaralar, onu, yani Muhammed Aleyhisselam'ını Tevrat ve İncil'deki süpütü boyunca xuddi özlerinin oğullarını tonuğanday tonuydu. Özlerge özleri ziyan salganlar, iniq paketler tursumu Muhammed Aleyhisselam'a iman etmaydı. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. Allah'a yalgan çaplagan yoki Allah'ның ayetlerini inkar qilganlardan mı zalim adamlar var mı? Zalimlar hakikaten maqsadiga erişemeydi. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. Kıyamet günü ularning hammasini hesap elish uchun yig'imiz. Ondan mushriklarga Allohning sherikleri deb e'tiqod qilgan ma'budlaringlar qayerda deymiz. ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. Ondan ular faqat özre etib, dünyadaki çağlardakiga o'xshash yolg'onga iltijo qilib, Parvardigorimiz Alloh bilan qasam qilamiz ki, biz mushrik bo'lmagan edik, deydi. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Ularning biz mushrik bo'lmagan deb o'zlariga qarshi qandoq yolg'on so'zlaganligiga qarag'in. Ularning Allohning sheriklari deb bo'xton chaplagan butlari ulardan qochidi. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. Ey Muhammed, ularning ichida Qur'on o'qigan chig'ingda sana quloq soladiganlar bor. Qur'onni tushunmasliklari uchun ularning dillarini pardildik, quloqlarini eg'ir qildik. Ular hamma mo'jizlarni ko'rgan taqdirdimi, uningga iymon etmaydi. Hatta kofirlar sening yiningga munozirlashib kelgandimi, bu faqat burunqilardan qolgan afsonalardir, deydi.
وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. Ular kishilarni Qur'ondan va Muhammad alayhissalomga agishishdan to'sidi. O'zlari uningdan yiroq qochidi. Ular faqat o'zlarini halok qiladi. Holbuki ular buni tuymaydi. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. Agar ularni do'zax ustida to'xtatilgan chaqda ko'rsang, dahshatlik bir holni ko'ratding. Ular qashki dunyoga qaytarilsak edik, Parvardigorimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'latdik, deydi. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. Undaq emas. Ularning ilgari yo'shirgan ishlari ularga oshkora bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdimi, ma'ni qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki ular iymon etatdiq degan va'dasida yolg'onchilardir. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. Ular hayotlik faqat mushu dunyodagi hayotimizdir. O'lgandan keyin tirildirilmaymiz, deydi. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. Agar ularni Parvardigorning oldida to'xtatilgan chaqda ko'rsang, g'oyat cho'ng ishni ko'rsan, Alloh ularga bu o'lgandan keyin tirilish rost emasmikan, deydi. Ular Parvardigorimiz bilan qasamki, rost ekan, deydi. Alloh kofir bo'lganliklaringiz uchun azobni tetinglar, deydi. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Allahqa muloqot bo'lishni, ya'ni qayta tirilishni inkor qilganlar haqiqatan ziyon tortdi. Qiyomat tuyuqsiz kelgan chaqda ular u dunyodagi beparvoligimizdan nadomat deydi. Gunohlarini ustlariga yuklab oladi. Ularning gunohlarini yukligini nimadiga yomon? وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dünya tirikçiligi faqat o'yin, g'aflat bilan iborat. Taqvodorlik qiladiganlar uchun albatta u dunyo yaxshidir. Buni tushunmamsizlar? قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Ularning so'zi seni qayg'uga soladiganligini biz obdan bilamiz. Ular seni ichida inkor qilmaydi, lekin ular tarsoqlikdan inkor qiladi. Haqiqatda zolimlar Allohning oyatlarini inkor qiladi. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ.
Senden burun o'tgan payg'ambarlarmo inkor qilindi. Ular inkor qilinganligiga va o'zlariga yetgan aziyatlarga sabr qildi. Oxiri ular bizning yordamimizga erishdi. Allohning so'zlarini har qanday odam o'zgartirmaydi. Shubhisizki, payg'ambarlarning qissalari sana nozil bo'ldi. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Ey Muhammed, ularning islomdan yuz o'rganligi sana ig'ir kelgan bo'lsa, undaqda yer ostiga kirishga yo'l yoki osmonga chiqishga sho'ti tepib bir mo'jiz keltiralsang, keltirgin. Agar Alloh xolisa, albatta ularni hidoyatga birlashtiradi. Sen hargiz Allohning hikmatini tushunmaydiganlardan bo'lmag'in. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. Sözünge haqiqiy quloq soladiganlar sening da'vatingni qabul qiladi. Sözünge quloq solmaganlar o'liklarning o'rnida. O'liklarni Alloh tirildirdi. Ondan ular Allohning dargohiga qaytarildi. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Ular yani Mekke kuffarları nimişqa Muhammed'ke perverdigaridan bir möcüz düşürülmedi deydi. Aytqinki Allah möcüz düşürüşke hakikaten qadir. Lekin ularning tolisi möcüz nazil bolup iman etmisa balağı duçar boludiganligini bilmaydi. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ. Mayli yeryüzüde mağdıgan hayvan bolsun, mayli iki qanıtı bilen uçuduğan uçar kuş bolsun, hemmisi sizlerge okşaş ümmetlerdir. Yani Allah tarafından yaratılgan mahluklardır. Lavhul mahfuzda hiç nersini düşürüp koymadık. Yani hemmini toluq tuttuk. Keyin ular perverdigarının dergahiga yığılıdı. Allah ularının arsıda hüküm çıkarıdı. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar g'aslardir. Ya'ni qabul qilish yuzsidan anglamaydi. G'achlardir. Ya'ni haqni so'zlamaydi. Ular kufrning qorong'uligi ichida qolganlardir. Alloh xohlagan odamni ozdirdi. Xohlagan odamni to'g'ri yo'lga soladi. قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Ey Muhammed, aytqinki, agar sizlar rostchil bo'lsanglar, aytib beqinglar, agar sizlarga Allohning azobi yoki qiyomat kelsa, Allohdan g'ayriga iltijo qilamsizlar? بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. Undaq emas. Sizlar faqat Allohga iltijo qilasizlar. Agar Alloh xolisa, sizlar Allohning ko'tirib etishini iltijo qilgan baloni Alloh ko'tirib etadi. Sizlar Allohning sheriklari qilib olgan butlarni unutysizlar. Ya'ni butlarga iltijo qilmaysizlar. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ.
shak shubsizki sendan ilgirki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdiq. Ular payg'ambarlarni inkor qildi. Ularni Allohga tavba qilib yilinsin deb nomratlik va og'riqsizlik bilan jazoladik. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Ularga bizning azobimiz tushgan chaqda nemishqa yilinmidi, lekin ularning dillari qasovatlashdi, iymonga yumshimidi. Shayton ularga qilmishlarini chiroyli ko'rsatdi. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Ular özleriga qilingan nasihatni unutgan chaqda ular sinash uchun paravallohning hamma ishlarini ichivatdiq. Ular toki o'zlariga berilgan ne'matlardan xo'shal xo'ram turganda ularni ushtumtut jazoladik. Ular hasratda qoldi. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Zulm qilgan qavmning yiltizi quritildi. Ya'ni ular butunlay halok qilindi. Jimi hamdu sana payg'ambarlarga yordam berib, kuffarlarni halok qilganligi uchun olamlarning parvardigori Allohga xosdir. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. Ey Muhammed aytqinki, aytib beqinglarchu, agar Alloh sizlarning qulqonlarni g'oz, ko'zinglarni ko'r qilib qo'ysa, dilinglarni pechatlavatsa, ya'ni sizlarni hech narsani tushunmaydigan qilib qo'ysa, ularni Allohdan boshqa yana qaysi iloh asli keltiralaydi? Qarag'inki, biz qudratimizni ko'rsatib berdigan oyatlarimizni qandoq bayon qilganmiz, ammo ular shu oyatlardan yuz o'riydi, ya'ni iymon etmaydi. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. Ey Muhammed, aytqinki, aytib beqinglarchu, agar sizlarga Allohning azobi ushtum tut yoki oshkori kelsa, zolim qavmdan boshqa yana kimlar halok qilinadi? وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Biz payg'ambarlarni faqat savob bilan xush xabar berguchi, azobdan ogohlantiruvchi qilib avatimiz. Iymon etgan va amallarni tuzigan kishilarga kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. Bizning oyatlarimizni inkor qilganlar Allohga itoatsizliklari tufaylidan azobga duchor bo'ladi. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. Ey Muhammed, senden odatdan tashqari ishlarni talab qilguvchi kuffarlarga aytqinki, men sizlarga menda Allohning xazinalari bor demayman. Men g'aybni bilmayman. Sizlarga men bo'lsam haqiqatan bir farishta debmi aytmayman. Men faqat menga qilingan vahiyga amal qilaman. Aytqinki, ko'r odam bilan ko'zi soq odam barobarmi? Ya'ni kofir bilan mo'min barobarmi? O'ylab boqmamsizlar.
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. Parvardigorning dargohiga yig'ilishdan qo'rqadiganlarning kufrdan, gunohdan saqlanishlari uchun ularni Qur'on bilan ogohlantirgan. Ularga Allohdan g'ayri do'st va shafaat qilguvchi yo'qdir. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. Allah'ның razılıqını deb etdigəndə axşamda Pərverdigariga ibadet qılıdığanlarını yiningdən qoğulub etmegin. Ularning hisobidan sana hech narsa yüklenmeydi. Yani ularning qilmishlari uchun sen javobgarlikka tortilmaysan. Sening hisobingdanmi ularga hech narsa yüklenmeydi. Ularni qo'g'ilib etsang, zolimlardan bo'lib qolasan. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. Ularning Allah aramızdan hidayet qilish bilan in'om qilgan kishilar mushularmi deyishlari uchun ularni bir-biri bilan mushundoq sinidiq. Ya'ni piqir, ojiz kishilarni iymon etqizish bilan boy, cho'ng kishilarni sinidiq. Alloh shukr qilguvchilarni obdan biladi emasmi? Ya'ni shukr qilguvchilarni Alloh hidayet qiladi. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Bizning oyatlarimizga iymon etganlar yiningga kelgan chaqda sizlarga omonlik bo'lsin, Parvardigoringlar bandalariga rahmat qilishni, ihson qilish yuzsidan o'z ustiga oldi. Sizlardan kimki bilmasdan biror yomonlik qilib qo'yib, ondan keyin tavba qilsa va amalini tuzsa, Alloh albatta uningga mag'firat qiladi va rahim qiladi degin. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Bu surda mushriklarning gumrohligini ko'rsatadigan dalillarni bayon qilganimizdek, gunohkorlarning yo'li oshkora bo'lsin uchun oyatlarimizni ro'shan bayon qilamiz. قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. Ey Muhammed, mushriklarga aytqinki, sizlar Allohni qoyirib qo'yib ibodat qilgan butlarga ibodat qilishdan men haqiqatan man'i qilindim. Aytqinki, men sizlarning nafsi xohishinglarga agashmayman. Bo'lmasa men ozg'on bo'laman va hidoyat topquchilardan bo'lolmay qolaman. قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ.
Aytqinki, haqiqatan men Parvardigorim tarafidan nozil bo'lgan ro'shan dalilga, ya'ni Qur'onga va vahiyga asoslanaman. Holbuki sizlar uni inkor qildinglar. Sizlar baldur yuz berishni talab qilgan azob mening igdorchiligimda emas. Barcha hukm Allohga xos. Alloh haq hukm qiladi. Alloh hukm qilguvchilarning yaxshisidir. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. Aytqinki, sizlar baldur yuz berishni talab qilgan azob mening qo'limdan kelsa edi, u chaqda men bilan sizlarning oranglardagi ish cho'qim hukm qilinib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni sizlardan orom tepish uchun sizlarni halok qilgan bo'latdim. Alloh zolimlarni obdan biladi. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. G'aybning xazinalari Allohning dargohidadir. Uni faqatla Alloh biladi. Quruqlikdagi dengizdagi narsalarning hammasini Alloh biladi. Daraxtdan to'kilgan yaproqdan Alloh bilmaydigan biror simi yo'q. Mayli qorong'u yer ostidagi biror dona urug' bo'lsin, mayli ho'l yoki quruq narsalar bo'lsin, hammasi Allohga ma'lum bo'lib, Lavhul Mahfuzda yozig'liqdir. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. Allah sizlarni kechisi uxultidi, kunduzdagi qilgan ishlaringlarni bilib turdi. Ondan belgilangan muddatgacha yashashinglar uchun kunduzda sizlarni uyg'otidi. Ondan Allohning dargohiga qaytisizlar. Ondan qilgan amallaringlarni Alloh sizlarga aytib berdi. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Allah bendelerining ustida qohirdir. Ya'ni Allah bendelerini tizginlab turg'uchidir. U sizlarga saqlag'uvchi farishtalarni, ya'ni qilgan atganni xotirlab turadigan farishtalarni avatidu. Biringlarga o'lim kelsa, uni bizning farishtalarimiz qabzi ruh qiladi. Ular Allohning amrini o'g'irlashda beparvolik qilmaydi. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. Ondan ular, yani bendiler haq hüküm qilguvchi, igisi Allah'ның dargohiga qaytirildi. Qiyomat kuni hüküm qilish yalğız Allah'ga xosdir. Allah eng tez hisob olg'uchidir. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Ey Muhammed, bu kuffarlarga aytqinki, quruqlikning va dengizning qorong'uliklari, ya'ni baloyi ofatlardan sizlarni kim qutqizadi? Bu qorong'uliklarni ko'rgan chig'inglarda, agar Alloh bizni buningdan qutqizsa, cho'qim shukr qilguvchilardan bo'lamiz, deb Allohga oshkora va yoshirin iltijo qilasizlar. Qulillahu yunajjikum minha va min kulli karbin thumma antum tushrikun. Aytqinki, yolg'iz Alloh sizlarni ulardan va barliq g'amdan qutqizadi. Ondan sizlar buni to'nug'uninglardan keyin iymon etmay Allohga sherik keltirsizlar.
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. Ey Muhammed, ularga aytqin ki, Allah sizlarning ustinglardan Nuh va Lut alayhissalomlarning qavmiga ashab bo'lib pilga avatilgan azobga o'xshash yoki ayg'inlar ostidan Firavun va Qorunlarga avatilgan azobga o'xshash azob avatishga yoki sizlarni firqalar qilib aralashtirib, ya'ni urushga silib, biringlarning azobini tetitishga qodirdir. Ularni tushunsin deb oyatlarimizni turli shakllarda qandoq bayon qiladiganligimizga qarag'in. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. Qur'on haq tursa, uni qavming inkor qildi. Men sizlarga homiy emas degin. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. Allah tarafidan oldin ola berilgan har bir xabarning maydonga keladigan vaqti bor. Uzoq qolmay bilisizlar. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Bizning oyatlarimiz to'g'risida ta'na va masxir qilib parang silayotgan kishilarni ko'rguningda, ular buningdan boshqa parangga tushmagicha ular bilan billa o'ltirmag'in. Ular bilan billa o'ltirmaslikni shayton sana unutildirgan bo'lsa, esingga kelgandan keyin zolim qavm bilan billa o'ltirmag'in. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Taqvodorlarga Qur'onni masxir qilguvchi kofirlarning hisobidan hech narsa yuklanmaydi. Lekin taqvodorlar ularga vaz nasihat qilishlari kerak. Shunda qilganda ular Qur'onni masxir qilishdan saqlanishlari mumkin. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Dinni o'yin kulki qilib olgan, dunyo tirikchiligiga aldanganlarni tarik et. Har qanday odamning o'z qilmishi tufayli halok bo'lishdan saqlanish uchun kishilarga Qur'on bilan nasihat qilgin. Uningga Allohdan boshqa do'st va shafaat qilguvchi bo'lmaydi. U har qanday fidya bersimi qabul qilinmaydi. Ana shular qilmishlari tufaylidan halok bo'ladiganlardir. Ular kufri tufaylidan uchaylarni o'rtib yetadigan qaynoq suvdan bo'lgan sharobga va qattiq azobga duchor bo'ladi. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
ey Muhammad, ularga aytqinki, biz Allohni qo'yib, bizga foyda ziyon yetkazolmaydigan butlarga ibodat qilamdik. Bizni Alloh hidoyat qilgandan keyin orqamizga chekinamdik, ya'ni murtad bo'lamdik. Muboda biz shunday qiladigan bo'lsak, mundaq bir odamga shaytonlar uni bir cho'lga boshlab borgan. Cho'lda u tengirqab qolgan. Do'stlari uni beri kel deb to'g'ri yo'lga chaqirayotgan. U chaqiriqni qabul qilmay oxiri halok bo'lgan odamga o'xshab qolamiz. Bu kuffarlarga aytqinki, Allohning hidoyati haqiqatan haqiqiy hidoyatdir. Biz olamlarning Parvardigoriga bo'ysunishga buyurildik. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. Namaz o'qishga va Allohdan qo'rqishga buyurildik. Qiyomat kuni Allohning dargohiga hisob uchun yig'ilisizlar. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. Allah osmonlarni, zaminni hikmat bilan yaratdi. Allah biror shayga vujudga kel desa, darhol vujudga keladigan kundiki, ya'ni qiyomat kunidagi azobdan qo'rqinglar. Allohning so'zi haqdir. Sur chelinadigan kundiki, ya'ni qiyomat kunidagi podshohlik Allohga xosdir. Allah yo'shirin va oshkor narsalarni bilguchidir. Allah hikmat bilan ish qilguchidir. Bandalarining ahvolidan xabardordir. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Öz vaqtida İbrahim öz otisi Azer'ge sen özüni yaratgan Allah'ını koyup butlarını mabud qilib olamsan, men seni ve kavmini hakikaten iniq gumrohlikda ko'raman dedi. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. İbrahim'nin tevhid barısida qat'iy ishonguvchilardan bo'lishi uchun uningga otisi bilan qavmining gumrohligini ko'rsatganimizdek, biz Ibrohimga osmonlarning, zaminning ajoyiblarini ko'rsatdik. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. İbrahim keçinin qarang'uliqi bosqanda bir yulduzni ko'rib, qavmining so'zini dalil keltirib, ularni mat qilish uchun bu mening Parvardigorimdir dedi. Yulduz petib ketibdi. Men petib ketguchilarni, ya'ni yulduzlarga ibodat qilishni yoqtirmayman dedi. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ. O ayning tuqqanligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening Parvardigorimdir dedi. Oy petib ketibdi. Agar Parvardigorim meni hidoyat qilmagan bo'lsa, men cho'qim ozg'uchi qavmning qatorida bo'ladi ekanman dedi. فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ. O quyoshdan chiqayotganligini ko'rib, yuqorqi usul bo'yicha bu mening Parvardigorimdir. Bu hammadan, ya'ni yulduz bilan oydin cho'ngdir dedi. Quyosh petib ketibdi. O aytdiki: "Ey qavmim, men haqiqatan sizlar sherik keltirgan ma'budlardan ado judaman."
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Mən həqiqətən batıl dinlərdən haq dinə burulub, osmonlarni, zaminni yaratqan zotga yüzləndim. Mən müşriklərdən emasman. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. İbrahimning qavmi uning bilan munozirlashdi. İbrahim aytdiki, meni Alloh hidoyat qilgan tursa, men bilan Allohning mavjudligi va birligi to'g'riliq munozirlashamsizlar. Men sizlarning Allohga sherik keltirgan butlaringlardan qo'rqmayman. Faqat Parvardigorimningla xohlagan narsasi bo'ladi. Parvardigorimning bilimi hamma narsani o'z ichiga olgan. Ma'budlaringlarning menga hech bir ziyon yetkazolmaydiganligini o'ylamamsizlar? وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. Allah'ның şeriki buluş hakkında Allah sizlerge hiç kandak delil düşürmegen butlarını Allah'a şerik keltirişten korkmayıvatısılar. Sizlerinin şerik keltirgen butlarınlardan ben kandakmı korkattım? Eğer sizler bilsenler eytinlarçı biz bu iki gruh adamdan zada kaysımız en korkmazlıkka tegişlik. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Azaptan amin buluş, iman etkan, imanğa müşriklikni arlaştırmagan adamlarga mensuptur. Ular hidayet tapıcılardır. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. Öz kavmiga radiya berish uchun İbrahimga bergan dalilimiz ana shudur. Xolgan kishimizni bir qancha daraja ko'taramiz. Parvardigoring haqiqatan hikmat bilan ish qilguchidir, hammani bilguchidir. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Biz İbrahimga İshaqni, Yaqubni ata qildik. Ularning har birini hidoyat qildik. İbrahimdan ilgari Nuhni hidoyat qildik. İbrahimning avlodidan Davud, Sulaymon, Ayyub, Yusuf, Musa, Harunlarni hidoyat qildik. Yaxshi ish qilguvchilarni mushundaq mukofotlaymiz. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. Zakariya, Yahya, İsa ve İlyaslarni hidoyat qildik. Ularning hammasi yaxshilardandir. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. İsmail, İlyasa, Yunus ve Lutlarni hidoyat qildik. Ularni o'z zamonidagi tamomiy jahon ahlidan ustun qildik.
ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. Ularning ota-bovalaridan, avlodlaridan, qeyrindoshlardan ba'zilarini hidoyat qildik. Ularni talidik, ularni to'g'ri yo'lga yetakladik. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. Allah'ның yolu ana şudur. Allah bendelerinden xalığan kişilerini şu yolga başlaydı. Eğer ular, yani şu peygamberler şerik keltirseydi, ularning qilgan yaxshi amallari albatta bekor bo'lib ketadi. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. Ularga kitapni, hikmetni ve peygamberlikni ata kıldık. Eğer bu müşrikler ularını, yani kitap, hikmet ve peygamberlikni inkar kılsa, ularını inkar kılmaydıgan başka bir kavimge tapşırırız. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. Ani şular, yani mezkur peygamberler Allah hidayet kılgan kişilerdir. Ularning yo'liga ergashgin. Ey Muhammed, qavminga aytqinki, Qur'onni tabliq qilganligimga sizlardan hech qanday haq talab qilmayman. Qur'on faqat butun jahon ahli uchun vaz nasihatdir. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Ular Allah'ni haqiqiy ravishda tanımadi. Ular, yani Yahudilar öz vaqtida Allah hech kishiga hech narsani nozil qilmadi dedi. Yani vahiyni ve peygamberlerini inkar qildi. Ey Muhammed, aytqinki, Musa elib kelgan ve kishilarga nur, hidayet bo'lgan kitobni kim nozil qildi? O kitobni parcha-parcha qog'ozlarga ko'chirib, bir qismini oshkorlab, ko'p qismini yo'shirsizlar. Ey Yahudilar, sizlarga o'zinglar va ota-bobonglar bilmagan narsalar bildirildi. Bu Qur'onni Allah nozil qildi. Ondan ularni tarik etkinki, ular batillarda, yani qalaymuqan so'zlarda o'ynab yursin. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Bu Qur'on Mekke aholisini ve onun atrofidagilarni ogohlantirishing uchun biz nozil qilgan, uningdan ilgari nozil qilingan Tavrat va Injilga o'xshash kitoblarni e'tirof qilguvchi muborak kitobdir. Oxiratga iymon etadiganlar uningga iymon etadi. Ular namozlarni o'z vaqtida to'liq ado qiladi. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Allahqa yolg'on choplagan yoki o'ziga hech narsa vahiy qilinmagan turuqliq menga vahiy qilindi degan yoki Alloh nozil qilgandek menmo kitob nozil qila olayman degan kishilardanmi zolim kishilar bormi? Ey Muhammad, zolimlarni sakratga tushgan vaqtlarda ko'rsang, albatta qo'rqinchli holini ko'rsan. Farishtalar, ya'ni azob farishtalari qo'llarini so'zib, sizlar jonlaringlarni chiqaringlar. Sizlar Alloh to'g'risida haqsiz so'zlarni qilganliginglar, ya'ni iftira qilganliginglar, sherik keltirganliginglar, bola nisbat berganliginglar va Allohning oyatlarini mansitmaganliginglar uchun bugun xo'rlig'uchi azob bilan jazolansizlar, deydi. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Biz dastlabda sizlarni qandoq xalq etgan bo'lsak, dargohimizga shundoq tanho keldinglar. Sizlarga biz ato qilgan narsalarni orqanglarda, ya'ni dunyoda qo'yib keldinglar. Ibodat qilishga tegishli bo'lishda Allohning sheriklari deb gumon qilgan shafaatchilarni sizlar bilan birga ko'rmaymiz-ku. Ular bilan sizlarning oranglardagi munosabat haqiqatan uzildi. Sizlar shafaat qiladi deb gumon qilgan butlar barbod bo'ldi. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. Dallarni ve urukçularını bık urguzgucu hakikaten Allah'tır. Tirikni ölükten ve ölükni tirikten çıkargucu yani şu Allah'tır. Allah'ın ibadetinden qandaqmı baş tartıslar? فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Allah sübhini qarangıdan yerib çıkargucudur. Yani tağını yoritqucudur. Allah keçini sizler üçün istirahat qilib yaratdı. Sizlerning vaqt hisoblashinglar üçün quyosh bilan oyni yaratdı. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. Quruqluq ve denizden qarangılıqlarda, yani keçilik yol yürgününlarda, yol tepişinler üçün Allah sizlerge yıldızlarını yaratıp verdi. Allah'ın uluğluğunu bildiğin kavim üçün Allah'ın kudretinin delillerini hakikaten açık bayan kıldık. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. Allah sizlerni bir insandan, yani Adem aleyhisselamdan yarattı. Sizlerni atağlarının puştuda, ananlarının beçidağında kararlaştırdı. Düşündüğün kavim için ayetlerini hakikaten açık bayan kıldık. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Allah bulutdan yağmur suyunu düşürdü. Şunun bilen barlıq ösümliklerini ündürdü. Ösümliklerden yeşil yapraqlarını çıkardı. Buğday ve arpa başaklarına oxşaş bir-biriga mingishib ketken dallarını yetiştirdi. Xorma darxining çiçeklerden yerge yaqin sangılab turadigan xorma sapaqlarını yetiştirdi. Yağmur suyu bilen üzümlik bağlarını yetiştirdi. Yağmur suyu bilen şekilde, hacimde, temde bir-biriga oxşaydigan ve oxşamaydigan zeytun, anar daraxtlarini yetiştirdi. Ularning har birining yangi tutgan mevasiga va pishgan mevasiga qaranglar. Ularda Allohning borligiga ishonadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan ochiq dalillar bor. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. Cinlarni Allah yaratgan tursa, müşriklar cinlarni Allah'a şerik qilib Allah'a jaholatdan o'g'il qizlarni o'ydirib chiqarishdi. Allah müşriklar iftira qilgan narsalardan pokdir. Ularning sifatlaganlaridan ustundir. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. Allah osmonlarni va yerni o'rnaksiz yaratquchidir. Allohning xotini yo'q tursa, qandoqmi bolasi bo'lsin? Hamma narsani Alloh yaratgan. Hamma narsani Alloh obdan bilguchidir. Zalikumullohu robbukum la ilaha illa hu. Khaliqu kulli shay'in fa'buduhu. Wa huwa ala kulli shay'in vakil. Ani şu Allah sizlarning parvardigoringlardir. Allohdan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. U hamma narsani yaratquchidir. Uningga ibodat qilinglar. U har narsaga homiydir. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huval latiful khabir. Ko'zlar Allohni ko'rmaydi. Allah ko'zlarini ko'rib turdi. Allah bandalarga mehribondir, hammadan xabardardir. Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz. Ey payg'ambar, aytqinki, sizlarga parvardigoringlar tarafidan hidoyatni ozg'unlikdan ayirib ko'rsatadigan dalillar keldi. Kimki haqni ko'rib iymon etsa o'ziga foyda, kimki uningdan ko'z yumsa, ya'ni bosh tartsa o'ziga ziyon. Men sizlarga amalinglarni kuzatib turadigan kuzatchi emasman. Faqat sizlarni ogohlantiruvchi payg'ambarman. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Ular yani müşrikler, ey Muhammed, sen Kur'an'ı başkalardan öğrendin deydi deb, haqni biladigan qavmga bayon qilamiz deb, oyatlarni mushundaq şekillerde bayon qildik. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.
ey Muhammad, sana Parvardigoring tarafidan vahiy qilingan Qur'onga amal qilgin. Allohdan boshqa ma'bud barhaq yo'qdir. Mushriklar bilan tang bo'lmagin. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Agar Alloh ularning hidoyat tepishini xolisa, ular sherik keltirmaydi. Seni ularga kuzatchi qilganimiz yo'q. Sen ularga homiymi emassan. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Mushriklarning Xudoni qo'yib ibodat qiladigan butlarni tillamanglar. Unda qilsanglar ular bilmaganliklaridan haddidan eshib Allohni tillaydi. Shuningdek biz har ummatga o'zlarining amalini chiroyli ko'rsatdik. Ondan ularning qaytib boradigan joyi Allohning dargohidir. Allah ularning qilmishlarini ularga aytib berdi. Ya'ni yaxshiga mukofot berdi, yomonni jazolaydi. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ. Agar ularga biror mo'jiz kelsa, uningga cho'qim ishonganliklarini bildirib, Allohning nomi bilan qattiq qasam ichishidi. Ey Muhammad, mo'jizlar mening emas, Allohning dargohidagi ish degin. Ey mo'minlar, sizlar nimani bilasizlar? Mo'jizlar kelsa, ular ehtimol uningga ishonmasliklari mumkin. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Ularning dillarini, ko'zlarini haqni tushunish va ko'rishdan burib etimiz. Ular dastlabda mo'jizlarga ishonmaganidek, ularni gumrohliklarida tingirqab yurishga qo'yib etimiz. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ الله ولكن أكثرهم يجهلون. Biz ularga, yani kuffarlarga farishtalarni tushirgan, o'liklarni ular bilan so'zlashtirgan. Biz hamma narsani ularning oldiga yig'ib bergan. Yani ularning yuqorqi talablarini o'rinlagan taqdirdimi, Alloh xohlamaguncha ular iymon etmaydi. Lekin ularning to'lisi buni uqmaydi. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Shuningdek, yani bu mushriklarni sana dushman qilgandek, insonlar va jinlarning shaytonlarini har bir payg'ambarga dushman qildik. Ular aldash uchun sherin so'zlar bilan bir-biriga vasvasa qiladi. Agar Parvardigoring xolisa, ular bu ishni, yani payg'ambarlarga dushmanlikni qilmaydi. Ularni o'zlari tuzgan hiyla-mikrlar bilan qo'yib bergin. Alloh sana ularga qarshi yordam berdi.
وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. Ahiretke iman etmaydiganlarning dillari ularning sherin so'zlariga moyil bo'lsin, uningdan xursand bo'lsin va ular qilayotgan gunohlarni bularmi qilsin deb vasvasa qiladi. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. Ey Muhammed, ularga aytqinki, Allah sizlarga ro'shan kitob nozil qilgan tursa, oramizdagi ixtilofni hal qilish uchun Allohdan g'ayri hukm qiluvchini talab qilamdim. Biz kitob ato qilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasoralarning ulamolari uning, ya'ni Qur'onning Parvardigoring tarafidan nozil qilingan haq kitob ekanligini biladi. Sen hargizmi shak qiluvchilardan bo'lmag'in. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Parvardigoringning so'zi nihoyat rostdir, nihoyat to'g'ridir. Uning so'zini o'zgartiradigan hech kishi yo'qdir. Alloh bandalarining so'zlarini anglab turg'uchidir, ahvolini bilib turg'uchidir. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Agar sen yer yuzidagi ko'pchilik kishilar, ya'ni kuffarlarga itoat qilsang, ular seni Allohning yo'lidan ozdirdi. Ular faqat gumong'ila agishidi. Ular faqat yolg'onni so'zlaydi. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. Ey Muhammed, sening Parvardigoring o'zining yo'lidan ozganlarni haqiqatan obdan biladi. To'g'ri yo'l topganlarni obdan biladi. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. Allah'ның ayetleriga iman keltirgüçü bolsanlar, Allah'ның ismi eğitilip boğuzlangan hayvanlarını yanlar. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ. Zürriyet bolmağıça yiyiş haram kılıngan nerslerini Allah sizlerge uçuk bayan kılgan tursa, Allah'ның ismi eğitilip boğuzlangan hayvanlarını nemişki yemeysizler, nurgun kişiler nefsi haişiga ergişip bilmestin, başkalarını hakikaten azdurdu. Şübihisiz ki senin Parvardigoring şer'i delilsiz, halal, haram deb hadidin aşkıçılarını obdan bilidu. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. Aşkara ve yoşurun günahlarını terik etinglar. Şübhisiz ki günah kılgıçılar öz kılmışları tüpeylden ahirette cezağa tartıldı. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Ey müminler!
Allohning ismi aytilmay bo'g'izlangan, ya'ni bismillah deb zabhi qilinmagan hayvonlarni yemanglar. Uni yeyish albatta gunohdir. Shubhisizki, shaytonlar o'z do'stlarini, ya'ni mushriklarni sizlar bilan datalash qilishga vasvas qiladi. Agar ularga itoat qilsanglar, sizlar cho'qim mushrik bo'lib qolasizlar. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Aslida o'lik, ya'ni kofir bo'lib, biz uni, ya'ni uning qalbini iymon bilan tirildirgan. Biz uningga kishilar orasida hidoyat tepishga nur bergan bir odam zulmatda, ya'ni kufrning qorong'uligida qolgan va uningdan qutulolmagan bir odam bilan o'xshashmi? Kofirlarga ularning qilmishlari ana shunday chiroyli ko'rsatildi. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Hiyla-mikr ishiltishlari uchun Mekkada Qurayshning cho'nglarini bosh gunohkor qilganimizdek, har bir shaharning cho'nglarini bosh gunohkor qildik. Ularning ishlatgan hiyla-mikrlari o'zlariga yanadi. Ya'ni ular shu hiyla-mikrlarning vaboliga qoladi. Ular buni sezmaydi. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ. Ularga Muhammed aleyhisselamның rast peygamberlikini ko'rsatadigan birər möcüz kelgan chaqda, ular bizga payg'ambarlarga berilgan möcüzi berilmaguncha uningga hargiz ishonmaymiz deydi. Allah payg'ambarlik vazifasini qayerga o'rnatishni, ya'ni kimning uning ahli bo'ladiganligini obdan biladi. Bu gunohkorlar o'zlari ishlatgan hiyla-mikrlar tufaylidan Allohning dargohida xo'rliqqa va qattiq azobga duchor bo'ladi. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Allah kimni hidoyat qilmoqchi bo'lsa, uning ko'ksini islom uchun ochadi, ya'ni uning qalbini iymonga kengaytib berdi. Allah kimni ozdirmoqchi bo'lsa, uningga ko'ksini shuncha taraytib yetadiki, iymon etish uningga go'yo osmonga chiqishdan qiyin tuyuladi. Iymon etmaganlarni Allah mushundoq azoblaydi. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Bu, ya'ni islom dini Parvardigoringning to'g'ri yo'lidir. İbrat oladigan qavm uchun oyatlarni mushundoq tafsili bayon qildik. لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Parvardigorining dargohida ularning qilgan yaxshi amallari uchun Allah ularga madadkordir. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا
قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. Allah insonlarni, jinlarni hisob uchun to'liq yig'digan kunni esligin. Bu kunda Allah aytadiki: "Ey jinlar jamoasi, sizlar nurg'un odamlarni ozdirdinglar. Ularning insonlardan bo'lgan do'stlari, ey Parvardigorimiz, biz bir-birimizdan foydalandik. Biz endi sen belgilagan vaqtga, ya'ni qiyomat kuniga yetdik" deydi. Allah do'zax sizlarning joyinglardir. Sizlar Allohning xohishiga bog'liq holda u yerda mangu qolasizlar deydi. Shubhisizki sening Parvardigoring hikmat bilan ish qilguchidir, hammani bilguchidir. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Şununla, yani insanlar bilen cinlarni özara paydalandırğınımızga okşaş kılmışları tüpeylidin, zalimlarının bazısını bazısıga musallat kılımız. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Ey cinlar ve insanlar cemaati, sizlerge öz içinlardan mening ayetlerimni bayan kılıp berdigan bu gününlardaki uçuruştan sizlerni agahlandırdıgan peygamberler kelmedimi? Ular günahlarımızı itiraf kıldık deydi. Ularni dünya tirikçiligi aldıgan, ular özlerinin hakikaten kafir bolganlıklarını itiraf kılıdı. ذَلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ. Bu şunun üçün ki, Parvardigoring şəhərlərinin ahalisini ularga peygamberler əvətib agahlandırmasdan, g'aflatdagi vaqtlarda zulm qilganliklari tüpeylidin halak qilgini yo'q. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. Oxiratda har odamning qilgan amaliga yarasha darajasi bo'ladi. Parvardigoring ularning qilgan ishlaridan g'ofil emas. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أنشأكم من ذرية قوم آخرين. Parvardigoring haloyiqdan va ularning ibodatlaridan behojatdir, rahmat egisidir. Agar u xolisa, sizlarni halok qilib, sizlarni boshqa bir qavmning avlodidan paydo qilgandek, sizlarning o'rninglarga o'zi xoligan itoatman boshqa bir qavmni qo'ydi. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. Sizlarga va'da qilingan qiyomat, o'lgandan keyin tirilish qatorliq ishlar cho'qim maydonga keladi. Sizlar qechib qutula olmaysizlar. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. Ey Muhammed, ularga aytqin ki, ey qavmim, sizlar kuchinglarning yetishchi ishlanglar, ya'ni kufringlarda ching turinglar. Menmi cho'qim kuchimning yetishchi ishlayman, ya'ni menmi o'z da'vatimda ching turman. Oxiratda kimning oqibati yaxshi bo'ladiganligini uzun qolmay bilisizlar. Zolimlar albatta maqsadiga erisha olmaydi.
وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. Müşrikler Allah yaratgan ekinlerden ve çahar paylardan, yani töge, kala, qo'ylardan Allah uchun bir hassa, butlar uchun bir hassa ayırıp qo'yib, o'z gumonlaricha hech qanday dalilsizlar bu Allah uchundir, bu ma'budlarimiz uchundir dedi. Butlarning nisivisidan Allohninkiga qo'shishqi bo'lmaydi. Allohning nisivisidan butlarninkiga qo'shishqi bo'ladi. Mushriklar Allohga atgan hassidan butlarga atgan hassiga biror narsa qo'shilib qolsa, uni butlarning hassi ichida qoldiradi va Alloh boy, buningga muhtoj emas deydi. Butlarga atgan hassidan Allohga atgan hassiga biror narsa qo'shilib qolsa, uni butlarning hassiga qaytarib yetadi. Ularning qarori nima degan qabih? وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Müşriklarning şerikleri, yani şeytanlar müşriklarni halak qilish ve ularning dinini qalaymuqallashtirish uchun ularning nurg'unlarga bolalarni o'ltirishni, shuningdek, yani Allohga va butlarga hassa ayirib qo'yishdek taqsimotni shaytonlarga va mushriklarga chiroyli ko'rsatgandek chiroyli ko'rsatdi. Agar Alloh xohlagan bo'lsa edi, ular bu qabih ishni qilmaydi. Ularni Allohga choplagan yolg'onlar bilan birga tarik etdi. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. Ular özlerinin gumaniçe bu hayvanlar ve ekinler ma'budlarimizga xos bo'lib, boshqalarga haromdir. Ularni faqat biz xohlagan odamlarla yeydi. Bu hayvanlarni minish haromdir. Bu hayvanlarni bo'g'izlaganda Allohning ismini aytishga bo'lmaydi, dedi. Ular Allohga yolg'on chopildi. Alloh ularni yolg'on choplaganliklari uchun jazolaydi. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. Ular bu hayvanlarning qo'rsoqlaridagi bolalari bizning er kishilarimizga xosdir, bizning xotin kishilarimizga haromdir, dedi. Agar tug'ilgan hayvon o'lik bo'lsa, bu er kishilar bilan xotin kishilar orasida o'rtoqdir. Ya'ni uni hammaylan tang yeydi deb halol haromni tayinlashdi. Allohga yolg'on choplaganliklari uchun Alloh ularni jazolaydi. Shubhisizki Alloh hikmat bilan ish qilguchidir, hammani bilguchidir. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين.
hamoqatlik va nodonliklardan bolalarni o'ltirgan va Alloh nomidan yolg'on aytib, Alloh rizq qilib bergan narsalarni harom bilgan kishilar haqiqatan ziyon tortdi. Ular haqiqatan to'g'ri yo'ldan adashdi, hidoyat topmadi. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Allah bidishlik va bidishsiz bog'larni barpo qildi. Mevalari, donlari, rangi, ta'mi, hajmi va purqi bir-biriga o'xshamaydigan xorma daraxtlarni, ziroatlarni, rangi va shakli bir-biriga o'xshaydigan, ta'mi o'xshamaydigan zaytun va anorni yaratdi. Mevasi pishqanda ulardan yanglar. Mevaning usulini yiqqan kunda, ya'ni yiqqan vaqtda uning o'shirisini ado qilinglar. Isrof qilmanglar. Allah haqiqatan isrof qilguvchilarni yoqtirmaydi. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Allah chahar paylarni, ya'ni to'yga kala qo'ylarni, yuk ko'tirdiganlarni, bo'g'izlanganlarni yaratdi. Allah sizlarga rizq qilib bergan narsalardan yanglar. Shaytonning orqasiga kirmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan ochiq dushmandir. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. Allah sizlarga yeyish halol qilingan 8 xil chahar payni yaratdi. Qo'ydan 2, qo'shqar va sog'liq, o'chkidan 2, tika va urg'ochi. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, Allah qo'y bilan o'chkidan 2 erkakni harom qildimi? Yoki 2 kishinimi? Va yoki 2 kishining qo'rsiqidagi qo'zi bilan o'g'loqnimi? Agar sizlar Allah bularni bizga harom qildi degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, qani menga bilib aytib beqinglar. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Allah sizlarga to'gidan ishkini, ya'ni erkak bilan kishini, qolidan ishkini, ya'ni erkak bilan kishini yaratdi. Mushriklarga aytqinki, Allah 2 erkakni harom qildimi yoki 2 kishinimi va yoki 2 kishining qo'rsiqidagi botloq bilan mo'zaylinimi yoki Allah buni sizlarga tavsiya qilgan chaqda sizlar hozirmidinglar? Kishilarni ozdirish uchun bilmay turib Allah nomidan yolg'on aytgan odamdimi zolim kishi bormi? Shubhisizki Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن
يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Ey Muhammed, Mekke kuffarlarga aytqinki, sana vahiy qilingan ahkomlar ichida o'zi o'lib qolgan narsa yoki eqib chiqqan qon va yoki cho'shqi go'shi va Allohdan g'ayrining ismi aytilib bo'g'izlangan gunoh moldan g'ayrini har qanday odam uchun harom ko'rmayman. Kimki ulardan, ya'ni yuqorqi harom qilingan narsalardan noiloj va ixtiyorsiz holda hayotini saqlab qolgudek esa hech gunoh bo'lmaydi. Chunki Parvardigoring mag'firat qilg'uchidir, bandalarga mehribondir. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. Yahudilarga tom tuyaqliq hayvonlarning hammasini harom qildik. Ularga kala, qo'ylarning dummisidagi yoki uchaylaridagi yoki so'nkiga chaplishiqliq yog'lardan boshqa yog'larni harom qildik. Bu ularning payg'ambarlarni o'ltirish, jazoni qilish, kishilarning mol-mulkini nohaq yavlish qatorliq zulmlari tufaylidan ularga bergan jazoyimizdir. Biz albatta bergan xabarlarimizda rostchilmiz. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. Ey Muhammed, agar ular yani Yahudilar seni inkor qilsa, sen Parvardigoringlar keng rahmat egisidir. Allohning rahmatiga mag'rur bo'lmanglarki, Allohning azobi gunohkor qavmdan qaytarilmaydi degin. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Müşrikler eğer Allah halısaydı, biz ve ata-boğlarımız şerik keltirmeydik ve hiç nersini haram kılmaydık deydi. Ulardan burunqi kishilar toki bizning azoblarimiz nozil bo'lib, azoblarimizni tetigan qadar o'zlarining payg'ambarlarini mushundoq, ya'ni mushriklar seni inkor qilgandek inkor qilgan edi. Ularga aytqinki, so'zinglarning rostligiga pokitinglar bo'lsa, bizga chiqarib ko'rsatinglar. Sizlar faqat gumong'ila asosinsizlar. Allohga faqat yolg'onni choplaysizlar. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. Ey Muhammed, aytqinki, sizlarning pokitinglar bo'lmasa, Allohning aniq pokiti bor. Agar u xolisa hammanglarni albatta hidoyat qilatdi. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. Ey Muhammed, ularga Allah bunu haram qildi deb guvohlik berdigan guvohchilaringlarni chaqirib kelinglar degin. Agar ular hozir bo'lib yolg'ondan guvohlik bersa, ularga qo'shilib guvohlik bermagin.
Chunki u butunlay yolg'ondir. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan va oxiratga ishonmaydiganlarning nafsi xohishlariga agashmagin. Ular Parvardigoringga sherik keltirdi. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Aytqinki, sizlar kelib anlanglar. Allah haram qilgan narsalarni sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani sherik keltirmanglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar. Namratlikdan qo'rqib balanglarni o'ltirmanglar. Biz ularga va sizlarga rizq beramiz. Oshkora va yo'shirin yomon ishlarga yaqin kelmanglar. Allohning amriga xiloflik qilib, nohaq odam o'ltirmanglar. Haqliq ravishda o'ltirish buningdan mustasno. Sizlarning tushunishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Yetimning melini toki u balog'atga yetgan qadar uningga eng foydali usulda tasarruf qilinglar. O'lchamni va tarozini to'g'ri qilinglar. Hech qanday odamni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmaymiz. So'z qilgan, hukm chiqargan yoki guvohlik bergan cheg'inglarda odil bo'linglar. Hukm chiqarilgan yoki guvohlik berilgan odam tuquninglar bo'lgan taqdirdimi Allohga berilgan ahdiga vafo qilinglar. Ibrat ilishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Bu mening to'g'ri yo'limdir. Shu yo'lda meninglar. Noto'g'ri yo'llarda mangmanglar. Ular sizlarni Allohning yo'lidan ayirib etadi. Allohning amrini tutib do'zaxdan saqlanishinglar uchun Alloh sizlarga bu ishlarni tavsiya qiladi. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. Ondan ular, yani İsrail avlodi öz Parvardigoriga muloqot bo'ladiganligiga ishonsin deb, yaxshilik qilgan odamga beradigan ne'matimizni mukammallashtirish, İsrail avlodining diniy ishlarida ehtiyojli bo'lgan har bir narsani tafsili bayon qilish, İsrail avlodini hidoyat qilish va ularga rahmat qilish yuzasidan Musoga kitob, yani Tavrat ato qildik. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Bu biz nazil qilgan Qur'on muborak kitobdir. Allohning rahmatini umid qilguvchilardan bo'lish uchun uningga agishinglar. Uningga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين.
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. Mening Qur'on nozil qilishim sizlarning faqat bizdan ilgirki ikki toifigila, ya'ni Yahudlar va Nasoralarga kitob nozil qilingan. Ularning o'qigan kitoblaridan bizning zodla xabarimiz yo'q demasliklar uchundir. Yoki sizlarning agar bizga kitob nozil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'latdiq demasliklar uchundir. Sizlarga Parvardigoringlar tarafidan haqiqatan pokit, hidoyat va rahmat nozil bo'ldi. Allohning oyatlarini inkor qilgan va ulardan yuz o'rgan kishidanmi zolim odam bormi? Bizning oyatlarimizdan yuz o'rganlarni ularning yuz o'rganliklari uchun qattiq azob bilan jazolaymiz. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Ular faqat ölüm farishtalarining yoki Parvardigoringning quyoshning mag'ribdan chiqishidan iborat ba'zi alomatlarning kelishini kutadi. Parvardigoringning ba'zi alomatlari kelgan kunda ilgari iymon etmaganlarning yoki iymon etib yaxshi ish qilmaganlarning etgan iymoni foydasiz bo'ladi. Sizlar o'zinglarga keladigan ishlarni kutinglar. Bizmi albatta kutimiz degin. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. Dinda bölgünçilik qilib turlik firqalarga ayrilganlardan sen ada judasan. Ularning ishi faqat Allohga xosdir. Ya'ni Allohning boshqarishidir. Keyin, ya'ni oxiratda Alloh ularning qilmishlarini o'ziga aytib berdi. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Birer yaxshilik qilgan odam 10 narsa ortiq savobga ega bo'ladi. Birer yomonlik qilgan odamga faqat uning yomonligiga barobar jazo beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Ey Muhammed, bu müşriklarga aytqinki, Parvardigorim meni to'g'ri yo'lga, ya'ni to'g'ri dinga, batil dinlardan to'g'ri dinga buralgan İbrahimning diniga boshildi. İbrahim müşriklardan emas edi. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ey Muhammed aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va toat ibodatlarim olamlarning Parvardigori Alloh uchundir. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
Allah'ның şeriki yoktur. Men muşununğa, yani yalğız Allah'la halis ibadet kılışqa buyuruldım. Men musulmanlarning evvelimen. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Ey Muhammed, aytqin ki Allah hamma narsaning parvardigori tursa, uningdan boshqa parvardigor talab qilamdiman? Har odam o'z qilgan gunohga o'z javobgar. Bir gunohkor odam boshqa odamning gunohiga javobgar emas. Yani bir odamning gunohi bilan boshqa bir odam jazoga tortilmaydi. Keyin parvardigoringlarning dargohiga qaytisizlar. Sizlar datalash qilishgan haq bilan nohaqni u sizlarga aytib berdi. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Allah sizlarni o'tganki ummatlarning o'rin bosarlari qildi. Allah sizlarni bergan ne'matiga shukr qilsin deb, ba'zinglardan bir qancha daraja yuqori qildi. Parvardigoring osiylik qilguvchilardan albatta tez hisob olg'uchidir. Itoat qilguvchilarni albatta mag'firat qilg'uchidir. Ularga nihoyat mehribondir.